Tadbirkor akalar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib yubormanglar. Sababi shundoq ko'rib turganinglar, to'g'rida maktab joylashgan. Shuni oldidagi mana shu uyimizni sotuvga qo'yilyapti. Narx va lokatsiyalar video davomida bo'ladi. Sizlar esa qadrdonlar bitta like bosib qo'yinglar. To'g'ri katta ko'chaga chiqqaningizda Iqbol restorani keladi. Yonida Korzinka, uni yonida stadion bor ekan. O'ng tarafga yuradigan bo'lsangiz, aytik ustida yangi qurilgan Oq uy masjidi. Ya'ni biz Qo'yliq tomonga kelganimizda Yashnobod rayon bo'ladi. Resiy mostdan Qo'yliqqa qarab keturishingizda chap qo'lda arkali Bunyodkor mahalla keladi. O'sha yerda 200 metr kirganda. Mahallasini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Qo'ni-qo'shnilar yaxshi, ahil 2 sotixga joylashgan. Fasad uzunligi bunaqasiga 15 qanchadir chiqdi, bunaqasiga 16 qanchadir chiqyapti. Yana o'zingiz uchun bitta o'lchab olasizlar. 6 ta xonasi bor. Fishkasi akalar, to'g'rida ko'rib turibsizlar, maktab bor ekan. Qadrdon akalar, magazin qursangiz yoki-da 2 etajli kottej uy quradigan bo'lsangiz yoki ofis qiladigan bo'lsangiz, menimcha chiroyli variant bo'ladi. Uyga kirib kelar ekanmiz, chiroyli ob-havo bizlarni kutib oladi. Qaranglar, kichkinagina kompaktni qilib qo'yilgan. Bu yoqda yumush xonasi, hojatxonasi, bu yoqda oshxonasi, bu yoqda yashash uchun xonalarimiz ketma-ket joylashtirilgan. Qadrdonim, menga obuna bo'lib qo'ying. Agar meni kanalimni uy oladigan bo'lsangiz, sizga ajoyib sovg'alarimiz bo'ladi inshaalloh. Like ham bosishni unutmang. Uyimizning startli narxini $112,000 deyapti. Yana kelishib beradigan joy bor. Qiziqqanlar uchun men описаниеda har doimgidek egalar raqamini yozib qoldiraman.